Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala nebiyyin men la ba'de. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Perverdigara, aziz birodarlar, musafirette yurgan muqimdagi aziz hamqishloqlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, aziz vatandoshlar, Jigda Xalq Fondi yurtpasidagi aziz birodarlar, Qirquduq ahli yurtpasidagi aziz birodarlar, mana Umidjon ukamiz bilan diydor ko'rishib turibmiz. Allohga beadad hamdlarimiz, shukrlarimiz bo'lsin. İnşallah mehribon Robbimiz biz o'zimizni qanchalik sevsak, undan da bizlarni ko'proq sevadigan mehribon Robbimizga o'zimizni hamd sanolarimizni, shukrlarimizni aytamiz. Çünkü kanımızda verilgen dert bu elbette bir sınav. İnşallah bendeniz sabrını Allah Teala bir sınamakçı bular. Hikmetini gözü bilgüçüdür. İnşallah bu verilgen dertlerge ülkemiz şükür kılışlık bilen yengip ötedigen ümiddamiz elbette. Eğer şu iki yürekleri işlemeye koyan olsa bu hem Allah'tan elbette. Lekin kadir Rabbimiz şunday kadir ki hahlasa mucize ata etip ana şu işlemeyi turgan yüreklerini qayta ishlatib qo'yishlikka o'zi qodir. Lekin bizler mo'min musulmonlar Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislariga muvofiq kim bir insonni tiriltirarkan jamiki insonlarni tiriltirganlik ajriga ega bo'ladi. Man ahyan nasa fakannama ahyan nasa jami'an. Yani ana shu qonimizga berilgan dardlariga Alloh taolodan shifo so'ragan holda qo'llari kaltalik qilib turibdi operatsiyaga. Agar bizlar imkon qadar ozmidi ko'pmidi hissamizni qo'shadigan bo'lsak, aynan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan hadislariga muvofiq shunday bir ulug' ajr savobga ega bo'lamiz aziz birodarlar. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki, Men kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Bilamizki Kamiljon akamiz hozirgi vaqtda mana shu operatsiyaga imkoniyatlari jinday cheklangan, qo'llari kaltalik qilib turibdi. Kimiki xayriya ihsonlar qilib yordam qilgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin. Yana kimlardir duo qilayotgan bo'lsa bulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Yana da imkoniyatimiz var aziz birodarlar, shu ukaxonimizni operatsiyasiga mablag'ni to'la qilib yig'ishlikka imkoniyatimiz, vaqtimizni Alloh taolo berib turibdi. Shu fursatni g'animat bilaylik aziz birodarlar. Har lahza g'animat, har soat g'animat. İmkon qadar yordamlaringizni ayamayingizlar. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. Musofiratda yurgan aziz birodarlar, bilamiz mashaqqatlar bilan ahli oilangizni halol luqma bilan rizqlantirishlik uchun Allah ato etgan rizqni talabida musofir joylarda ne mashaqqatlar bilan yuribsizlar. Lekin shunday bo'lsa-da, mana shunday xayrli amallarga Alloh taolo imkoniyat berib turibdi. Ulug' ajr savoblarga ega bo'lishlikka imkoniyat berib turibdi. Shunday fursatni qo'ldan boy bermasdan mana shu xonimizni yana shifo topib, sog'lik salomat ahli oilasiga şu bemorxonalarda yotgan jumla bemorlarga Alloh taolo shifoi komil ato etsin de mana shu ukaxonimizni ham bergan dardlariga Alloh o'zi shifoi komil ato etsin. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Ukaxon Umidjon mehribon Robbimizning mehribonligining cheki yo'q. Bizlar o'ylagandan da mehribon, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim sifatlarini o'rtaga qo'yib so'raymiz. Yaratgan Robbimiz eshituvchi, ko'rguvchi, o'zi bilguvchi zot. Qalbimizdagi sirlarimizgacha, qalbimizdagi niyatlarimizgacha o'ziga ayon. Inshaalloh xolisona o'ziga duo qilamiz. O'zi har bir ishga qodir zot. Parvardigori iyam bunday muddatlarga o'zining shifoi komil ojil ato etgin. Ar-Rahman, Ar-Rahim sifatini o'rtaga qo'yib so'raymiz Parvardigora. O'zingni 99 go'zal ismingni o'rtaga qo'yib so'raymiz Parvardigora. O'zingni izzating, jalolingni o'rtaga qo'yib so'raymiz Parvardigora. Egam jumla bemorlarning dardiga Allohim o'zing shifoi komil ato etib, shular qatorida Parvardigora ana shu Umidjon ukamiz
Kamilcan'daki oğullarını hem Allah'ın özünlerine şifa-i kamil acil ata ettim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala khayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.